Dünyanın hər qaysı dövlətlərindəki Uyğurlar 11 və 12 noyabr günləri ötən əsrinin 30 və 40 illərində qurulğan iki qatımlıq Şərqi Türkistan Cumhuriyetining 90 yıllığı və 79 yıllığını hər xil şəkillərdə xatırladı. Şu günü Amerika, Kanada, Yaponiya, Norvegiya, Şvetsiya, Fransiya, Gollandiya, Angliya, Avstraliya, Türkiyə qatarlıq dövlətlərdəki Uyğurlar yığılış ötküzüş, ko'cha yurish qilish, bayroq chiqarish, Sharqiy Turkiston Cumhuriyatlarining tarixi haqida leksiya so'zlash, qurbonlarga duo talovat qilish, ba'zi davlatlarning ommaviy e'lon san'at ekrani va tashviqot avtomobillarida ikki jumhuriyatni tunishtirish qatorliq shakllar orqali bu ikki jumhuriyatning yaqinqi zamon Uyg'ur milliy ozodlik va mustaqillik inqilobida tutgan o'rni ham uning tajriba savoqlarini namoyon qilgan bo'ldi. Xususan 11 noyabr günü Dünya Uyghur Qurultayının planlaşıda New York'ның Avat Soda Mərkəzi bolğan Dəvr meydanındakı gayet zor bir televiziya ekranında iki cumhuriyetning xatirlanishi alayda diqqat qo'zg'adi. Dəvr meydanındakı zor televiziya ekranında 1933 və 1944 yıllardakı Şərqi Türkistan Dövlət Bayramı degan xat yozilgan. Ham 1933 yildagi Şərqi Türkistan İslam Cumhuriyetining gerbi ham Sharqiy Turkistonning ay yulduzliq ko'k bayrog'ining chiqarilishi dunyoning eng qaynoq savdo markazi bo'lgan bu maydondagi 10 minglagan tomoshabin va sayohatchining alayda diqqati va qiziqishini qo'zg'aganligi ma'lum. O'xshash bir vaqtda yana Fransiyadagi Uyg'ur institutimi 3 tarafi ekranliq bir e'lon san'at avtomobilda ikki qitimliq jumhuriyatga oid tarixiy rasmlarni Şunaqla növətdə Uyğurlar duş kelayotgan irqiy qirg'inchilikqa doir suratlarni chiqarib, Paris ko'chalarida namoyon qilishi yo'lovchilarning diqqatini va qiziqishini qo'zg'agan. Bu ikki jumhuriyatning tunji qitim New Yorkning Davr maydoni va Parijdan iborat ikki xalqarалық shaharda digital vositalar orqali xatirlanishidir. 1933 yili Qashqarni markaz qilib qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti 3 oydak 1944 yili G'uljani markaz qilib qurilgan Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti 5 yildak mavjud bo'lib turgan. 11 yil ichida arqa-arqadan qurilgan bu ikki qitimliq jumhuriyat Uyg'urlarning o'tgan asrdagi mustaqil zamonaviy davlat qurish tirishchanliklarining eng shonliq namoyandasi sifatida xatirlanib kelmoqda.